ichqoralik qilish kerak emas, o'g'lim. Bir narsani esdan chiqarmanglar. Ichqoralar. Baxilni bog'i ko'karmas hech qachon, ey do'stim. Karvon bitta, rizqi mingta. Sog' bo'lasiz. Mana Damas patologlarimizni ham yopishtirib oldik. Mana shu 3 bo'lak bo'ladi bu. Buni nima uchun o'zimiz sepib, o'zimiz yopishtiramiz? Tayyor ham bozorda sotiladi deganlar uchun 1-2 marta bozordan olib biz ham qo'yib berdik klientlarga. Bilmadim endi mujbur o'sha partiyaga shunaqa kelganman, lekin klientdan ko'pisi qo'yaverdi. Qo'ygan klientlar qaytib kelishdiki, aka qo'ygan narsangiz osilibdi. Qarasak klientdan ajralgan kojasi. Xudo xolasa bu endi umrbod o'zi narsani o'zi yo'q, lekin mana shu kartonni yirtilmaguncha bu klientdan qo'yavermaydi. Yana maslahat o'rnida aytib o'tamiz. Bu kartonni bozorda sotadigan kartondan baquvvatroq bo'ladi. Bu osilib qolmaydi. Bozorni kartoni yumshoq bo'ladi, mayin bo'ladi. Bu yomonlash emas, aniq fakt. Sababi biz qilib yurgan ishimizni bilamiz. Mana shu kartonlar buni juda ham baquvvat bo'ladi, osilib ham qolmaydi. Maydalari osilmaydi-yu, lekin mana bu kattasi ko'pincha qorin berib qoladi, osilib qoladi. Bu unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa bemalol sifatiga garantiya beramiz. Kuzatishda davom etasizlar.